Bugun sizlarga super detoks ichimligini ko'rsataman. Bu ichimlik sizlarda nafaqat jigar o'tqopi, balkim oshqozon osti bezi, ichaklar faoliyati uchun va asab sistemasi uchun, undan tashqari yuqori qon bosimi bo'lgan insonlarda qonda xolesterinni pasaytirishda va tromblarni yo'q qilishda yordam beradi. Bu ichimlik uchun bir osh qoshiq karkade. Karkade bilamiz, yurak qon tomir faoliyati uchun juda ham yaxshi, qonni suyultirishda yordam beradi. Yuqori qon bosimi bo'lgan insonlarga albatta ko'k choy, agarda past davleniyada yuradigan insonlar uchun bo'lsa, qora choy. Buni ichiga albatta kiyik o'ti va kardamon solingan. Kardamon bilamiz, yurak uchun quvvat. Undan tashqari barbaris ham mavjud. Undan tashqari bir choy qoshiq jasmin guli. Jasmin gulini bilamiz, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Har bitta detoks choyi jasmin bo'lishi juda ham quvonarli holat. Undan tashqari rastarovsha. Rastarovshani albatta choy qilib ichganda kukun holatda emas, mana shunday urug'ini o'zini damlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agarda kimda yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, ko'k choy bilan birgalikda kiyik o'tini ham solsa bo'ladi. Undan tashqari tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo'lgan rozechkalar. Ular asab sistemasini yaxshilaydi va choyga juda ham xushbo'y maza beradi. 1 litr qaynagan suv ustidan solamiz va 15 daqiqa damlab qo'yamiz. Tabga ko'ra albatta asal yoki bo'lmasa novvot qo'shib iste'mol qilish mumkin. Bu ichimlik kimlarga tavsiya etiladi? Asosan yuqori qon bosimi va haddan ortiq ko'p terlaydigan insonlarga tavsiya etiladi. Tarkibidagi karkade va jasmin guli birgalikda yuqori qon bosimida yaxshi yordam beradi va undan tashqari organizmdagi ortiqcha terlardan xalos qiladi.